بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى pak hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e en güzel durut salamlarımızı yollagandan keyin Assalamu alaikum hürmetlik radyo anlayıcılar. Kur'an buluqi programımızın 9. sanaga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hürmetli qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda İslam dünyasida chaqnagan yulduz merhum Seyyid Abul A'la Mavdudi rahimahullah'ның Qur'oni Kerimdagi 4 asosiy termin namliq kitabını diqqatinglarga sunib kelyapmiz. Bugun inshaalloh diqqatinglarda bo'ladigan mavzu Fir'avin ve Fir'avin aholisi haqida bo'ladi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Fir'avin ve Fir'avin aholisi. Endi biz Fir'avin ve onun qavmiga qarab chiqaylik. Chunki u haqda Namrudga bo'lgan xato qarashdanmi ig'ir xato qarashlar saqlanmoqda. Umuman kishilar Fir'avin faqat Allohning mavjudligini inkor qilib qolmasdan, balki yana o'zining xudoligini da'vo qiladi deb qaraydi. Ya'ni uning aqli shu qadar xaroblashgan ediki, butun olamning oldida ochiq oshkora holda men osmon zaminning yaratquchisi deb da'vo qiladi. Uning qavmimi shu qadar sarong bo'lib qilishganki, hatto uning da'vosiga ishonadi deb qaraydi. Ya'ni butun umumiy qilib musulmonlarning engida Fir'avin faqat Allohning mavjudligini inkor qilib qolmasdan u nima ish qiladi desa, o'zining xudoligini da'vo qiladi deb qaraydigan bunday tushuncha bor musulmonlarning engida. Halbuki Qur'oni Kerim ve tarix materiallaridan Fir'avinning ahvoli Namrud bilan, shundaqla Fir'avin qavmining ahvolimi Namrud qavmining ahvoli bilan hech qancha farqlanmaydiganligidan iborat asli haqiqatni ko'rib yetalaymiz. Agar o'ttirda farq bor deyilgan taqdirda, faqat siyosiy sabablar tufaylidan Fir'avin ve uning qavmida Bani Isroil qavmiga qarshi millatchilik, üç adavet, mutaassiblik mevcut idi. Şunu ular Bani İsrail'e bulgan üçmellik sebebidillah Allah'ını ilah ve Rab digili unumaydı. Ama kalplerinde qayillik mahfi saklangan idi. Xuddi hazırki devirdeki köpünçe dahrilerge okşaş. Bugünkü gündeki hem nurgun dahri dinsizler İğizlerde ilah Rab digili unumagan bilen, ama kalplerinde onun hakikat ikenligi qayil buluqluq. Qayil ular. Ama ulan digizmeyvatkan nasa, ulanın tekabburligi, şu Müslümanın aldıda hedef beremtim degendek, hakikatki baş egmey, çoğunçılık kılganlıqı sebeplik, özüge özü zulüm kılgan asasta, hakikatini kalplerinde tunup durup, rast ikenligini bilip durup, şu batıllıklarda, şu sepsetlerinin içinde, azgan haleti ketiverdi. Aslida ameliyat mundaq. Yusuf aleyhisselam Misrda hükümranlıqqa ega bo'lgandan keyin islom ta'limotini keng qanot yaydirishga butun kuchini sarf qilgan va Misrda shu qadar cho'nqur iz qoldirganki, qanchilgan asrlargacha boshqalar uning ta'sirini har qancha qilib yo'qotolmagan. Yusuf aleyhisselamның davrida gerçi bütün Misr xalqini İslamni qabul qilgan edi degili bo'lmasimu, amma Misrda Allohni va uning zimin osmonlarning yaratquchisi ekanligini bilmaydigan bir odam qolmagan edi. Yalg'iz bo'la emas. Balki Yusuf aleyhisselamның ta'limoti bilan har bir Misrlik tabiatdan tashqari nuqtadan Allohni iloh va Rob deb e'tirof qiladigan
hech biri Allohning ilohiyatini inkor qilmaydigan darajaga yetgan edi. Ammo ularning ichida kufrlikni saqlab qolganlar bo'lsa, ilohiyat va rububiyatda Allohga boshqalarni sherik qilib oladi. Yusuf alayhissalomning ana shundoq chunqur ta'sirlari toki Musa alayhissalomning davriga qadar Misrda saqlanib turadi. Bu yerda bir izohat diqqatingizda bo'ladi. Navoda Tavratning tarixiy bayonlarini ishonchlik deb qaraganda, uningdan shuni mo'lcharlashga bo'ladiki, ayni chaqda Misr xalqining 5dan bir qismi musulmon bo'lib bo'lgan edi. Musa alayhissalom bilan birlikda Misrdan chiqqan Bani Isroil qavmining soni haqidagi Tavratning statistikalik ma'lumotida ularning soni 2 million deb xotirlangan. Balkim shu chaqda butun Misr xalqining soni 10 million atrofida bo'lsa kerak. Tavratda Misrdan chiqqanlarning hammasi Bani Isroil qavmi deb yozilgan. Ammo har qancha hisoblab boqqan bilanmi Yaqub alayhissalomning Misrga borgan 12 avlodining 500 yilda 2 millionga yetib ketishi notayin. Shunga Misr xalqidan nurg'un kishilar musulmon bo'lib Bani Isroil qavmiga qaytilib ketgan. Misrdan hijrat qiladigan chaqda ularmu Bani Isroil musulmonlari bilan birlikda Misrdan chiqqan deb qiyos qilishga tamoman bo'ladi. Mana buningdan Yusuf alayhissalom va uning xalifalarining Misrda tabligh xizmatini naqadar chunqur amaliyleştirganligini ko'rib olishga bo'ladi. Bu yuqoridagi qarashlarimizni, ko'z qarashlarimizni Fir'avin xonadonidan bo'lgan bir Qibti amirining qilgan xitoblari ochiq isbotlab beralaydi. Shu chaqda Fir'avin Musa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganda o'zining musulmonligini yushirib kelayotgan o'rda amirlaridan biri bo'lgan u kishi chidab turolmay mundaq degan edi. Allah subhanahu va taala bizga bu voqelikni Sura G'ofirning 28 oyatlarida va shundaqla 42 oyatida tilga ilib shundaq deydi. Ataqtuluna rajulan ay yaqula robbiyalloh va qad ja'akum bil bayyinati min robbikum وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Yuqoridagi oyatlar Sura G'ofirning ayrim oyatlarida 28, 31, 34, 41 shundaqla 42 oyatlarda tilga ilingan oyatlar. Tuvan uning qisqacha mazmuni sizlar Alloh Parvardigorimdir degan kishini o'ltiramsizlar dedi. Birinchi oyatning mazmuni, ya'ni halqa Fir'avnning o'rda amaldorlaridan biri bo'lgan Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir Qibti amirining qilgan xitoblari ochiq isbotlab berdi. Shu chaqda Fir'avn Musa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganda o'zining musulmonligini yushirib kelayotgan o'rda amirlaridan biri bo'lgan u kishi chidab turolmay shundaq degan edi. Sizlar Alloh Parvardigorimdir degan kishini o'ltiramsizlar. Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Agar u yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'ziga bo'ladi. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi cho'qim sizlarga keladi. Ishoninglarki, Alloh haqiqatan haddidan oshgan
her qandaq yolg'onchiga hidoyat yo'lini ko'rsatmaydi. Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinglardadir. Ziminda sizlar g'olibsizlar. Ammo ata Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam beradi? Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash guruhlar uchirgan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. İlgari sizlarga Yusuf alayhissalom ro'shan mo'jizlarni elib kelganda, u elib kelgan narsadan shaklanib qoldinglar. Ondan u vafot bo'lganda sizlar Alloh uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Ey qavmim, bu nima degan g'ayrilikki, men sizlarni nijotlik tarafga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilasizlar. Sizlar meni Allohga kufrlik qilishga, mende hech bir ilmiy pokita bo'lmagan narsalarni uningga shirik keltirishga da'vat qilasizlar. Halbuki men sizlarni hammadan g'olib, nihoyat mag'firat qiluvchi Alloh tarafga da'vat qilaman. Mana bu butun xitob guvohki, Yusuf alayhissalomning ulug'var obrazi qanchilg'an asrlar o'tgandan keyinmi yanada unutilmay saqlanib kelgan. Uning ulug'var ta'limotlarining ta'sirida Misr qavmi qandaqdir Allohdan butunlay xabarsiz qoladigan va uning iloh ham Rob ekanligini yoki butun tabiat ustida g'olib hukmron ekanligini, shundaqla uning g'azabidan qo'rqishning naqadar muhimligini butunlay unutib qoladigan darajada jaholatga cho'kib ketmagan edi. Xitobning oxirgi jumlalaridan bu qavmning Allohning ilohligi va Rob ekanligini qat'iy inkor qilmaydiganligi, balki ularning ozg'unligi xuddi biz bayon qilib o'tgan boshqa qavmlarning ozg'unligi bilan o'xshash ekanligi ochiq oydinlashadi. Ya'ni ularmi shu ikki ma'nodan Allohga shirik keltiradi. Lekin kishilarning Fir'avin va Fir'avin qavmi haqida xato tunishga kelib qolishiga sabab bo'lgan narsa shuki, Fir'avin Musa alayhissalomdan biz olamlarning Robbining elchisimiz degan so'zni anglaganda, Musa alayhissalom uning qishig'iga kelib, ya'ni Harun alayhissalom bilan birga kelib, nima deydi u? Desa, Qur'oni Karimda nurg'un har bir buningga dalil oyatlarning hammasini keltirib Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo keltirdi hammasini. Masalan, buning ichida ular kelgan vaqtida nima dedi? Inna rasulu robbil alamin. Biz olamlarning Robbining elchisimiz degan so'zni anglaganda nima dedi bu maxluq desa, olamlarning Robbi degan nima deb so'ragan. Va ma robbul alamin. Olamlarning Robbi degan nima deb so'ragan. Hamda o'z vaziri Hamonga nima degan desa, ubnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa atla'a ila ilahi Musa. O'z vaziri Hamonga menga bir egiz imorat salg'in, men Musaning ilohini ko'rib baqay degan. Ondan Musa alayhissalomga tahdid silib nima degan desa, bularning hammasini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birdan tilga oldi. Nima dedi Musa alayhissalomga tahdid silib nima dedi desa, la in ittakhazta ilahan g'ayri la aj'alannaka minal masjunin. Ey Musa, sen agar mendan boshqa qandoqli birini iloh qilib oladigansan, seni zindonga tashlayman degan. Va butun davlatga nima degan desa, butun davlatga xitob turib, ana robbukumul a'la. Men sizlarning oliy Robbinglar deb jakarlatqizgan. Hamda o'z o'rda ahligimi, butun o'zining o'rda ahligimi nima degan desa, men sizlarning oliy Robbinglar, men o'zimdan boshqa hech bir ilohni tonimayman deb xitob qilgan bo'lib, kishilar mana bu xil jumlalarni ko'rganda, balkim Fir'avin Allohning mavjudligini inkor qilsa kerak. Idisi olamlarning Robbining tasavvuridan butunlay xoli bo'lsa kerak. Shunga u o'zini birdan bir mabud deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin.
degandek xato tunishga kelishib qolgan. Kishilar yuqoridagi Fir'avnning o'z ig'zidan chiqqan so'zni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aynan tilga oldi. Bu Fir'avnning ig'zidan chiqayotgan men sizlarning ilohinglar, men sizlarga o'zimdan boshqa iloh bor deb qaramayman degandek bu so'zlarning hammasida men sizlarning eng oliy ilohinglar degan bu so'zdan kishilar buni anglab, bu Fir'avn butunlay tasavvurida Alloh, ya'ni olamlarning yaratquchisi Robbining tasavvuridan butunlay xoli bo'lsa kerak uning kallasi. Shunga o'zini birdan-bir mabud deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin degandek xato tunishga kelishib qolgan. Amaliyotda uning bu so'zlarining hammasi millatchilik asabiyati sababidan edi. Yusuf alayhissalomning davrida uning oliy janob fazilatining ta'sirida islom ta'limotlari butun Misrda avj olganlar bo'lmasdan, balki yana uning davlatdagi hukmronlik o'rnining ta'sirida Bani Isroil qavmi Misrda intayin kuchlik o'ringa ega bo'lgan edi. Taxminan 300 yoki 400 yilga qadar Misrda Isroil hukmronligi davri surdi. Keyingi chog'da Isroil qavmiga qarshi millatchilik harakati boshlanib, oxiri Isroil qavmining Misrdagi hokimiyati ag'dirib tashlandi. Misrning yerlik millatparast bir xonadoni hukmronligini qo'lga oldi. Bu yangi hukmronlar Bani Isroil qavmini oyoq osti qilib, bostirish bilan kifoyalanmasdan, balki Yusuf alayhissalomning Misrdagi har bir iz ta'sirlarini birini qo'ymay yo'qotib tashlab, o'zlarining qadimiy johilona milliy an'analarini qaytadan tiklashga kirishib ketdi. Ana shundaq bir chaqda Musa alayhissalom kelgan bo'lib, ular Misr hukmronligining qaytadan yana Bani Isroil qavmining qo'liga o'tib ketishdan xavfsirashmoqda edi. Mana bu xavf va uch adovat sababidan Fir'avn tap tortmay Musa alayhissalomdan nima degan desa, olamlarning Robbi degan nima? Mendan boshqa kimmi iloh bo'la olsin deb so'ragan edi. Halbuki olamlarning Robbining kim ekanligini Fir'avn o'zimi obdan biladi. Qur'oni Karimdagi Fir'avn va uning o'rda ahlining qilishgan so'zlari, shundaqla Musa alayhissalomning xitoblari bu haqiqatlarning hammani intayin ochiq isbotlab beradi. Masalan, sura Zuhrufning 53-oyatida Alloh subhanahu va taolo bunday deydi: Musa alayhissalom Allohning payg'ambari emas deganga o'z qavmini ishontirish uchun nima uchun uningga oltin bileziklar nozil qilinmadi? Bu yerdagi oyat Alloh subhanahu va taolo sura Zuhrufning 53-oyatida tilg'ilgan oyatini, bu yuqoridagi oyatni, bu so'zni Fir'avn o'z vaqtida Musa alayhissalom Allohning payg'ambari emas deganga o'z qavmini ishontirish uchun nima degan desa, bu so'zni degan. Bu so'zni Alloh subhanahu Qur'oni Karim tilga oldi. Nima uchun uningga oltin bileziklar nozil qilinmadi? Yoki nemishqa farishtalar sap bo'lib uning bilan birga kelmadi degan bu so'zni deganda, o'ylab boqaylikki, ajiba Allohning mavjudligi haqidagi va farishtalar haqidagi tasavvurdan ideyasi butunlay xoli odam mushundaq so'zlarni qilarmi? Ig'izdan shundaq so'zlar chiqarmi? O'ylab boqaylik. Yani nima uchun uningga oltin bileziklar nozil qilinmadi? Nimishqa farishtalar sap bo'lib uning bilan birga kelmadi degan so'zni chiqarami? Nereden nozil bo'ldi u narsa? Farishta degan hukm nereden kelgan hukm? Yani ingida bu iloh Rob degan narsa butunlay yo'q, insonning ig'izidan bunday so'z chiqmaydi. Yana bir joyda Fir'avn bilan Musa alayhissalomning qilishgan so'zlari bunda xotirlangan. Bu oyat sura Bani Isroilning 101 va 102 oyatida Alloh subhanahu va taolo bunday deydi: Musa ularning oldiga kelganda Fir'avn: "Ey Musa, seni men chuqum sehrlanib qolgan odam deb o'ylayman" deb bu so'zni dedi. Faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashhura. Ey Musa, seni men chuqum sehrlanib qolgan odam deb o'ylayman dedi. Musa alayhisalom buningga javoban: sen bu basiratga to'lgan, ya'ni fikrni nurlantiradigan alomatlarni zimin va osmonlarning parvardigoridan boshqa
hech kimning nozil qilmaganligini obdan bilasan deb javob berdi. Men seni ey Fir'avn haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman dedi. Yana bir joyda Alloh subhanahu va taolo Fir'avn qavmining qalb holini mundaq bayon qilib berdi. Ularning qalb holati qanday ekanligini bayon qilib, Sura Namlning 13-14 oyatida shunday deydi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا سحر مبين وجحدوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Ularga bizning op-uchuq oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir deyishdi. Halbuki qalbi uningga qoyil bo'lib bo'lgan edi. Ammo ular faqat zulm va manmanlik. Musa alayhisalom ularga sizlarga afsus, Allohga yolg'onni chaplamanglar. Bo'lmaydigan Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'xton chaplagan odam mag'lub bo'ladi dedi. Buni anglab kishilar orasida da'dalash chiqdi. Ondan o'zaro xufiyona maslahatlashishga boshladi. Uningda ba'zilar xufiyona maslahatlashgan maslahatlarida ba'zilar nima deyishdi desa, bu ikkisi ya'ni Musa bilan Harun alayhissalom rostilla sehrgarlardir. Bularning maqsadi sizlarni sehr bilan zamininglardan chiqarib o'tish va sizlarning o'lchamlik turmush yo'linglarini yo'qotib tashlashdir deyishdi. Aniqki Allohning katta haybatiga bo'lgan qo'rqinch ularning qalbida oztur ko'ptur saqlangan bo'lg'achqala, ularni Musa alayhissalom Allohning azobidan qo'rqitib, yolg'on chaplashning yomon oqibatidan ogohlantirganda darhol g'ulg'ula qilishga boshladi. Ammo ularning hukmron kuchlari navoda Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomning so'ziga kiradigan ish bo'lib qolsa, Misrchilikning Isroilchilik oldida mag'lub bo'lib qolishidak siyosiy inqilob xavfining mavjudligini o'ttirg'a qo'yganda, ular hammasi birlikda payg'ambarlarga qarshi turish niyatiga kelishgan edi. Ya'ni ular qattiq millatparast bo'lib ketgan, millat cho'p ketgan vaqtida, ya'ni Misrchilik deydigan bu narsaniki, biz aron qutuldik bu Bani Isroildan, manchuz yil bizni so'rab shunday qilib ketdi. Buningga hargiz Bani Isroil qavmidan chiqqan Musa alayhissalom. Buningga bo'ysunsak, bu bizning Misrchiligimizning Isroilchilik oldida mag'lub bo'lib qolishdan iborat bir narsa maydonga keldi bu yerda. Degan bu sababdan ularning katta boshlari xalqni buning bilan oldirib, sizlar buning hargiz uningga ma'qul demanglar deb bu shaklda kuch ko'rgan asosda, nima desa, hammasi birlikda, boshliqlari, xalqi birlikda Fir'avnchilarningki payg'ambarlarga qarshi turishni tekilishgan edi. Biz oldi bilan mana bu haqiqatni oydinlashtirib olgandan keyin ondan Musa alayhissalom bilan Fir'avnning o'ttirsida zodi qandoq ziddiyatning mavjudligini, shundaqla Fir'avn va uning qavmining ozg'unligi zodi qandoq xarakterda ekanligini, Fir'avnning zodi qaysi ma'nidan ilohlik va roblik da'vosi qiladiganligini osonla tadqiq qilib chiqalaymiz. Bu maqsad uchun qani Qur'oni Karimning tuvandagi oyatlarini tartib bo'yicha mulohiza qilib boqaylik. Qadrli radio anglovchilar, Qur'on buluqi programmamizning 9-soni vaqt munosabati bilan bugun mush yerda oyoqlashadi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo umr bersa, yana mushu soatlarda naq maydondan tarqatilgan bu programmamiz sizlar bilan yuz ko'rishadi. Kelar qatim yuz ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Aziz qarindoshlar, butun dunyodagi musulmon qarindoshlaringizga shundaqla kamina ojiz uchun ham ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu